Hozir uy sharoitida yuz terimizni tiniq, oppoq qiluvchi va immunitetimizni ko'tarib, tez shamolayotgan bo'lsak, shamolishlarni to'xtatuvchi osongina tabiiy retsept beraman. Buning uchun bizga bitta limon va asal kerak bo'ladi. Limon tarkibida vitamin C juda ham ko'p. Vitamin C bizga har kuni kerak. Vitamin C ni biz iste'mol qilganimizda immunitetimiz ko'tariladi, yuz terimizdagi qarish jarayonlari to'xtaydi, yuzimiz tiniqlashadi, dog'lar keta boshlaydi, ajinlar tekislana boshlaydi. Endi asalga keladigan bo'lsak, asal ham qarishga qarshi antioksidant vazifasini bajaradi. Asal tarkibida ham juda ham ko'p bizning immunitetimizni mustahkamlovchi moddalar va vitaminlar ko'p. Piyola asalga bitta limonni yuvib, tozalab, aralashtirib qo'yamiz. Po'sti bilan mayda to'g'rab, buni muzlatgichda saqlab, har kuni bir osh qoshiqdan bir stakan iliq suvga tayyorlab ichishingiz mumkin. Bu ichish jarayonimizda 2 kun, 3 kun va 1 hafta ichida siz natijani seza boshlaysiz. Yuz teringiz tiniqlashib, immunitetingiz mustahkamlanib, kayfiyatingiz ham a'lo bo'ladi. Video sizga foydali bo'lgan bo'lsa, like bosib, obuna bo'lib qo'ying. Keyingi videolarda ham juda ham foydali maslahatlar beramiz.